Bu videoda men 24 soat davomida Mr. Beast challenge'ini bajarib ko'raman. Ya'ni Mr. Beast bilasizlar 1-2 yil oldin shu challenge takrorlagan, bitta xonadan chiqmasdan necha kundir yashagan. Va men shu challenge 24 soat davomida qilib ko'raman. Qani men bitta xonada 24 soat davomida chiqmasdan yasha olamanmi? Shetdan ovqatlanaman, shetda hamma narsa qilaman, zeriksam kompyuter o'ynaman. O'shaning uchun o'rtoqlar bugungi video juda ham qiziq bo'ladi. O'shaning uchun videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 1000 obunachiga chiqishimiz kerak va 1000 obunachidan keyin masshtabli bitta zo'r video chiqaramiz. 50 litrli kolaga men sol portlataman degan. Bilasizlar, har videomda aytaman. 50 litrli kolaga men sol portlataman degan videoni chiqaramiz. Bu Akbaret YouTube kanalida 1000 obunachi bo'lgandan keyin. Hozirda bizning kanalda hali 1000 obunachi emas, lekin bilmayman qanchaligini. Kommentga o'tib hozirroq yozib qoldiringlar. Qachon mana shu xonada 24 soat davomida chiqmasdan yashab ko'raman. Ya'ni men Mr. Beast challenge-ni qaytarib ko'raman, faqat 24 soatlik qilib. Bitta xonada prekin o'rtoqlar 24 soat davomida chiqmasdan yashayman. Bitta xonada 24 soat davomida yashab ko'raman, chiqmasdan, faqat bitta xonada. O'shaning uchun o'rtoqlar kommentariya yozib qoldiringlar, men 24 soat davomida bitta xonada chiqmasdan yasha olamanmi? Xo'p, bo'lmasam videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Bo'lmasam videoni boshladik. Mr. Beast challenge-ni qaytarib ko'ramiz. Ya'ni 24 soat davomida bitta xonadan chiqmasdan chetda yashaymiz, chetda o'qiymiz. Bo'lmasam go o'rtoqlar. Birinchi bo'lib videoni boshlashdan oldin men sizlarga bugun 24 soat davomida vaqtimni o'tkazadigan, ya'ni 24 soat davomida yashaydigan joyimni ko'rsataman, xonamni. 24 soat davomida shu xonada yasha olamanmi yo'qmi? Короче, ko'ramiz buni video davomida. Xo'p, birinchi o'rinda sizlarga 24 soat davomida yashaydigan xonamni ko'rsataman. Xo'p, bu yerda lampam, stoka, shtativ turibdi. Xo'p, bu yerda kompyuterim, zeriksam o'ynayman. Bugun menga juda ham kerak bo'ladi bu kompyuter, chunki ko'p zerikaman, mana shu kompyuter o'ynayman. Bu yerda qorinni qamdash uchun yeydigan narsalar. Xo'p, bu yerda meni yotog'im, yotadigan joyim, dam olaman shu yerda. Bu xona bo'ldi. Mana shu xona meniki. U yoqdagi men kiyimlarim, menga kartam bor, zeriksam kartamga qarab yotaman. Bu xonam, bu meni divanim, yotadigan joyim, shtativ, lampa, telefonni qo'yib qo'yaman. Keyin menga eng ko'p kerak bo'lgan narsa mana shu kompyuter bo'ladi. Polni bugun o'yin o'ynayman, video ko'raman, mana shu ovqat yeyman, hamma narsani mana shu qilaman. Xo'p, bo'lmasam, bu o'rtoqlar videoni boshlaymiz. 24 soat davomida men shu xonada yashayman. Xo'p, o'rtoqlar, men hozir kompyuterning stolida o'tirdim. Kompyuterning stolida sizlarga bitta narsa miyaga kelib qoldi aytish uchun. Xo'p, bugun 2026-yilda 1-kuni, ya'ni 1-yanvar. 1-yanvarda men bu videoni olaman. Xudo xolasa, meni bitta eng katta planim 2026-yilda eng katta planim Akbaret YouTube kanalida 10 000 obunachi yig'ish. 2026-yil 31-dekabr kuni xudo xolasa meni Akbaret YouTube kanalimda 10 000 obunachi bo'lish kerak. O'shaning uchun o'rtoqlar, xudo xolasa planimga, orzuyimga yetaman. Shu orzuyim bitta glavniy orzularimdan biri Akbaret YouTube kanalida 10 000 obunachi yig'ish. Shu 2026-yil 31-dekabrgacha. Ya'ni 2026-yil polniy planim YouTube kanalimni rivojlantirib, shu 10 000 obunachi yig'ish. 2027-yilga kelayotganda men o'sha eslayman. 2026-yil boshida qo'ygan maqsadimga erishdim deb, xudo xolasa 10 000 obunachi bo'lganimdan keyin eslayman va o'rtoqlar, shu planga yetish uchun faqat sizlar yordam bera olasizlar. Kanalga просто так obuna bo'lish tugasini bosib qo'ysanglar bo'ldi o'rtoqlar. Просто kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar. Videolar haqida, meni olayotgan videolarim haqida kommentariyaga fikrini yozib qoldirsanglar bo'ldi. Просто kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa biz yilning oxirigacha 10 000 obunachi bo'lishimiz kerak YouTube kanalida. Xo'p, mana bugun 1-yanvar. Mana o'rtoqlar, bugun 1-yanvar 2026-yil 1-kuni, 1-yanvar kuni bu videoni olaman. Xudo xolasa keyingi yil 1-yanvarda biz 10 000 obunachi bilan video olamiz. Xudo xolasa keyingi yil rovna 1-yanvar kuni 10 000 obunachi bo'lishimiz kerak. Xo'p, bu yil planlar katta. Bo'lmasam o'rtoqlar, kanalga просто obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam o'rtoqlar, biz videoni boshlaymiz. Birinchi eng qiladigan ishlarimdan biri, hozir eng o'zimga yoqayotgan ishlardan biri, hozir soat 2 bo'lgan. 2 bo'ldi. Biz shunda ertaga 2gacha yashaymiz bu xonada. O'shaning uchun bu xonadan umuman chiqmayman bo'ldi. O'shaning uchun men birinchi zerikmasligim uchun faqat qiladigan ishlarimdan biri просто так kompyuter o'ynayman bo'ldi. Hozir
qornim ochguncha kompyuter o'ynab turaman. Keyin qornim ochib kelgandan keyin ovqatlanib olaman. Keyin yana kompyuterda nima videolar ko'raman. Xullas, bugungi xonamiz, bugungi hayotimiz shu xonada o'tadi. Xo'p, men hozir kompyuterda o'yin o'ynayman, короче, xo'p. Birinchi o'ynaydigan o'yin bu kompyuterda menga eng yoqqan o'yinlardan biri. Bitta onlayn o'yin bor. Counter Strike bitta qanaqadir nomini esimdan chiqib ketdi hozir. O'shanga kirib o'ynaymiz. Qanaqadir grafika tomonlama uncha yaxshi emas, lekin menga nima deydi, syujetlari yoqadi u. Hozir mana Counter action o'yinlar o'ynaymiz. Shuning uchun hozir men o'sha o'yinga kirib sizlarga ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, menga eng yoqqan onlayn o'yindan, onlayn igradan eng yoqqan Counter o'yini. Mana shu o'yinni men har kun kompyuterda o'ynayman mana. Kirat bo'lsangiz maza qilmas, spesnas bo'lamiz. Mana shu onlayn igralardan eng yana. Grafikasi uncha zo'r emas, grafika tomonlama zo'r bo'lmasa ham, lekin menga eng yoqqan onlayn igradan eng yoqqan o'yin mana shu o'yin bo'ladi. Counter o'yinlaridan, otishma o'yinlaridan. Xo'p, bo'lmasa bu o'yinni o'ynaymiz mazza qilib. Bo'lmasa o'rtoqlar, boshlaylik mana shu o'yinni kayf o'ynaymiz. Men chalg'aganimda meni otib tashlashibdi vaqtda. Agar o'ynayapsiz, boydan beri otni men bu bechoralar o'ldirib olgan. Bitta kallaga otdim. Gol o'rtoqlar, hayoti hali buni gol uje bu dunyodan bola ketdi, vafot etdi. Hop, ketdik, gol. Boydan beri otib o'ldirib olmadim, bitta kalladan, bitta boshdan o'q va hayoti hali bola. Ketdi, men bu o'ldirib kelamiz. Gol o'rtoqlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'rtoqlar yutib qo'ydi. Ular mana birinchi marta urdi.
Ana, ko'p maqtanish oqibat. Bitta terrorist keldi-da, bangdan berdi, bang o'zi o'lib qoldi. Mana o'sha meni o'ldirgan terrorist esa hayotini butun nuriy xalq qo'ygan. Nimalar qilaman? Voy biling. Qarach o'rta yomon zerikdim bu o'yinni bo'ldi. Qarachchi bo'lsam boshqa narsa qilamiz. Agar o'rtoqlar men mana shu xonada 24 soat yasholsam, o'zimga iPhone 17 Pro Max pодарка qilaman. Javob gapimga, javob 24 soat yasholsam mana shu xonada chiqmasdan o'zimga iPhone 17 Pro Max pодарка qilaman. Agar yasholmasam bo'ldi, o'yinni yutqizaman. Ashim bunaqa keyin 24 soatlik eksperimentlik rubrikali challenge qilmayman video. O'shancha o'rtoqlar, menga motivatsiya bo'lish uchun tepa kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosinglar. Bo'lmasam videoni davom ettiramiz. Bo'lmasam o'rtoqlar, hozir bir Instagramga kirib, telefon ko'rib o'tiramiz. Ovqatlanib oldik. Ovqatlangan videoga kelaman, xullas. Kayf qilib bir Instagram, YouTube'ga kirib tekshirib chiqamiz. Siz 24 soat mana shu xonada qolishimiz kerak, chiqib ketmasligimiz kerak. Agar men bu xonada bir 24 soat yashay olmasam, yutqizaman. Hozir soat millari 3:59 bo'ldi, 4 bo'ldi. Mana ostida ko'rsaman. 4 bo'ldi. Mana 4. Yangi kutamiz. Ovqatlanib oldik, endi o'rtoqlar zerikkandan o'yin o'ynadik, kompyuter o'ynadik, ovqatlanib oldik. Hop, endi primo qilamiz. Instagram akkauntimni primo qilamiz, akbaraytda. Siz uchun Instagram kerak bo'lsa, mana shu yerda kanalimga o'tsanglar, kanalimni pastida biosida Instagram bilan Telegram kanalim bor. O'sha yerga o'tib, Telegram kanalim, kimga Telegram kanalim kerak bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysang, Instagramim kerak bo'lsa, Instagramimga o'tib obuna bo'lib qo'ysang. Yesichi ikkalasiga ham obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Bu yoqda ham qiziqarli konkurslar bo'ladi va men sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Xudo xolasa, ya'ni 2-3 ta videodan keyin, primo boshlandi, Instagramda primoga topdi. Xudo xolasa o'rtoqlar, yana 2-3 ta videodan keyin men obunachilarimdan shart olib bajardim degan videoni chiqaraman. Va u shartni sizlardan, ya'ni mana men shu sizdan olib bajaraman shartni. O'shaning uchun Telegram kanalimdan o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi Telegram kanalimda men so'rayman. Telegram kanalimga yozaman. O'rtoqlar, o'sha kun keldi, obunachilarimda ekstremal shartlarni bajardim degan videoni o'tganimda. Sizlar Telegram kanalimda bo'lishingiz kerak. Xullas, Telegram kanalimga yozganimda sizlar shart berishingiz kerak, chatga o'tib. Telegram kanalimga o'sha payt syomka payti kelganda yozaman. Telegram kanalimga yozaman va sizlar o'tib shart berishingiz kerak. Xullas, o'rtoqlar tushundinglar. Instagramga ham, Telegramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, yana 2-3 ta videodan keyin Telegram kanalimda shart so'rayman sizlardan, obunachilarimdan shart olib bajardim degan video. Shart so'rayman va sizlar yozsa, eng cringe shartdan bajaraman. Xo'p, bo'lmasam primo qilamiz. 24 soat mana shu xonadan chiqmasligimiz kerak, noiloj. Nima gap edi? Nima deyib olmayman. Stream qilman, yo'q? Videoni YouTube'ga ketib, bitta primoga topdi. Qachon chiqadi bu video? Xudo xolasa, ertalarga yoki indinlarga harakat qilamiz chiqarishga. Primo bilan gaplashaman, bitta videoga topdi. Xo'p. Muhimi bizga vaqtingiz olish kerak menga. Sababi 24 soat bu xonada yashashim kerak. Majbur emasman, lekin ani necha soat yashadim. Hozir buni atiga 6 soat o'tdi hozir. Atiga 6 soat yasham. Yana shunda 10 soatdan 11 soatdan ko'p bo'ldi. Endi necha soat hisobga yozish kerak. Xo'p. Familiyangizdan asal. Shuningdek, sizga ham rahmat. Sardor videolarida ko'rganman. Ana, Sardor videolarida ko'rgan ekan. Rahmat. Qamiz, buni vaqtingiz olish kerak bizga. Endi nima bo'ladi? Endi ovqatlanib video ko'ramiz, ovqatlanib video ko'ramiz. YouTube'dagi videolarni ko'ramiz. O'rtoqlar, sizlar hozir kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Endi hozir 24 soat bitta xonada chiqmasdan yashash bu. Qiyin hammaga emas. O'sha uchun videoga like bosib kanalga obuna bo'lib, ming to'lashdan keyin albatta xudo xolasa 50 litrli kolaga men solib portlataman degan video chiqadi. O'sha videoni olamiz va 50 litrli kolaga men solganimni ko'rasiz. O'sha uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Bo'lmasam biz videoni davom ettiramiz. Ko'rish huzuring so'raganing yaxshi. Hali ham video ko'rib o'tirman. Bitta vaqt chiqaradi sekin bo'lyapti.
Vaqtga qaramasam tez o'tdi, vaqtga qarasam sekin o'tdi. Mayli, video ko'rishda davom ettiramiz. Tez 24 soat o'tsa bo'ladi. Endi sira ozgina reels ko'ramiz. Tashqari mana hayvonlar bor. O'rtalaman yomon zerikdim, to'g'risi charchadim. Короче, men atiga 12 soat o'tirdim, yarim kun 24 soat o'tira olmadim. Bo'lmasam o'rtoqlar harakat qilaman, tipi, men boshim og'riyapti, uxlayman ozgina. Ozgina uxlab turaman. Yana hatto 2 soat uxlab olsam, ha? Bajara olmaymanmi deyman-da. 6 soat qolibdi. Attiga 6 soat. Chidayman, davay go. Attiga 6 soat. Bo'lmasa yana reelsni ko'rib yotamiz, nima qilamiz. O'rtoqlar, va nihoyat. Mana. Kecha soat 4da boshlaganim bo'ldi. Bugun men soat 5da 11da o'tdi. Men o'rtoqlar yutdim. Men prostodak bu shart 24 soat, 25 soat bu bitta xonada yashadim. O'rtoqlar, men prostodak o'rtoqlar, men 25 soat yashadim. Bir kun yashadim. Men demak bu shartni bajardim o'rtoqlar. Shuncha qaragacha shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, keyingi Akbar YouTube kanalida qachonki 1000 ta obunachiga chiqsak, 50 litrli kolaga men sol portataman. O'rtoqlar, men shartni bajardim. 24 soat bitta xonadan chiqmasdan Mr. Beast challenge-ni qildim. Hammaga rahmat o'rtoqlar. Charchamayman men endi. Tashqariga chiqib, ko'chalarga chiqib aylanib kelsam bo'lmaydi. Hammaga rahmat o'rtoqlar, sog' bo'linglar, charchamanglar. 24 soat, 25 soat men bitta xonadan chiqmasdan yashadim. Go o'rtoqlar, hammaga rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shartni bajardik.